Amerika alimleri, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungoga yumshoq strategiya qo'llanilmasligi lozim dedi mavzuli xabar 3-oyning 18-kuni Dovi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvanda yangi hukumat vazifaga o'ltirishning harpisida Jungo Tayvan bilan Gambiyaning burunqi munosabatlarini nazarga olmay, Gambiya davlati bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Ba'zi kishilar bu holni Tayvanda prezident bo'lib saylangan Tsai Ing-wenga berilgan signal deb qarashdi. Agar Tsai Ing-wen xonim Jungoning siyosiy shartlarini qabul qilmaydigan bo'lsa, Tayvan bo'g'izida qarshilashishga duch keladi. Jungoning Tsai Ing-wen xonimga o'ziksiz besim ishiltayotganligini ko'rib, mutaxassislar mundaq hisobladi. Jungo hozir Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini o'zgartirishga uranyapti. Amerika mutaxassislari shunday hisobladi, Jungo hozir Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini o'zgartirishga uranyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari bunga munosib holda taqobil turish kerak. Tayvan bo'g'izining holatini Jungoning belgilashiga yo'l qo'ymaslik kerak. Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini Jungoning belgilashiga yo'l qo'ymaslik kerak. Washington bilim xazisi 2049 turlar tadqiqotining tadqiqotchisi Len Eston mundaq ko'rsatdi. Demokratiya taraqqiyot partiyasining raisi Tsai Ing-wenning saylovda g'alaba qilishi Amerika uchun aytganda ijobiy taraqqiyotdir. Tsai Ing-wen xonim Jungoga qattiq muomala qiladi. Amerikaga do'stona muomala qiladi. Diqqat vatandoshim, Tsai Ing-wen xonim Amerikaga do'stona muomala qiladi, Jungoga qattiq muomala qiladi. Amerika bilan Jungo uzun mezgillik raqobatlashish jarayonida Tayvan Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonida o'rlashtirishida bir fursatdir. Men dedi Len Eston efendi. Prezident Obama hukumatining yuqori darajalik simvollik ahamiyatga ega vakillar umiga avatib, Tsai Ing-wen xonimning vazifaga o'ltirish murosimiga qatnashtirishni taklif qilaman. Tayvanga yuqori darajalik simvollik ahamiyatga ega vakillar umiga avatib, Tsai Ing-wen xonimning vazifaga o'ltirish murosimiga qatnashtirishini taklif qilaman deydi Len Eston efendi. Len Eston efendi yana mundaq ko'rsatdi. Beijing Tayvanning hozirgi holatini qabul qilmaydi. Balki harbiy kengaymachilikni kengaytirdi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari nihoyat tez arada taqobil turadigan tadbirlarni elib chiqmasa, Tayvan bo'g'izining hozirgi holati undaqda Jungo tarafidan belgilandi. Ya'ni Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini undaqda Jungo belgilaydi. Stoyani mundaq ko'rsatdi. Beijingning Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini o'zgartirishga urinayotganligini ko'rib yetdik. Beijing Amerika bilan Tayvanga harakat qilish mezoni belgilab bermoqchi bo'lyapti. Ko'rmoqchiman, bular to'g'ri tahlil qildi. Hozir Beijing Tayvan bilan Amerika qanday harakat qilish to'g'risida Tayvan bo'g'izida shundaq bir belgilab bermoqchi bo'lyapti deydi. Biz bu ahvolni Tayvan bo'g'izida yuz berayotgan bu ahvolni to'nib yetib, rahbarlik rolimizni joriy qildirishimiz kerak. Biz bu ahvolni, ya'ni Tayvan bo'g'izida yetilib kelayotgan ahvolni ko'rib yetib, Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlik rolini joriy qildirish kerak. Bu holatni pasib olda qabul qilmasligimiz kerak. Bir taktika o'ylab chiqishimiz kerak. O'zimizning qoidasini o'ylab chiqishimiz kerak. Biz Tayvan bo'g'izining hozirgi holati to'g'risida o'rtaq tunishimiz nima? Qanday tushunimiz, o'ylaymiz? Buni o'ylashimiz kerak, tushunishimiz kerak.
Belki bu işlerini biz nait tez arada qilishimiz lazım. Demek Amerika alimleri, mutaxassisleri hükümetke şundak maslahat berip Tayvan boğazının hazırki haletini özgertişe karıştırış ve karıştırış için biz Amerika Qo'shma Shtatlari bir tedbir oylap çıkışımız gerek. Nait tez arada oylap çıkışımız gerek deydi. Ezelden Amerika Qo'shma Shtatlarının Jungo'ga strategiyalik yumshoq muomala qilishdan voz kechib, strategiyalik aniq siyosat qo'llanishni tashabbus qilib kelgan Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining sobiq amaldori Joseph Bosko, agar Amerika Jungo'ga davomli strategiyalik yumshoqlik qilaveradigan bo'lsa, agar Jungo yetarlik raketa va suvosti parxotiga ega bo'ladiganlar bo'lsa, Amerikaning urushdan bezor bo'lish, Tayvan bo'g'izidagi to'qinishga aralashmaslik hissiyatidan va bezorlik kayfiyatidan foydalanib, undaqda Tayvan bo'g'izida to'qinish portlasa, Amerika oxiri chekinib murassa qiladi deb hisoblasa, Jungo hukumati dal shundaq hisoblasa yoki shundaq tonishga kelsa, Bosko apandi nima deydi? Jungo chotni xato soqqan bo'ladi deydi.